Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşənlərini qarşı alırıq. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizdən təfsili məzmunları olsun. Yaqında Amerika, Kanada, Gollandiya, Angliya qatarlıq dövlətlər Xitayning Uyg'urlarga yurgizib kelgan qabih jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb chakarlagan bo'lsa-mu, musulmon davlatlardan yana sada chiqmadi. 4-may Washington Postasi gazetida bu haqda bir obzor e'lon qilingan bo'lib, musulmon davlatlarning bu masalaga davomli sukut qilishi kishini hayron qoldirdi. Bu sukutning markazidagilarning dunyodagi musulmonlar aholisi ko'p sonliqni tashkil qilgan 53 davlatning boshliqlari bo'lishi, ularning Uyg'ur krizisini hal qilishda passiv turib olishi va hech qanday harakat ko'rsatmasligi kishini eng bearam qiladi deyilgan. 2019-yili Saudiya Arabiston Arab Birlashma Xalifaligi, Misr qatorliq 37 davlat Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga birlashma imzoliq ochiq maktub yo'llab, Xitoyning kishilik huquq xizmatlariga qo'shgan tuhfasini maqtagan bo'lib, Xitoyning atalmish 3 xil kuchga qarshi turib, atalmish Xinjiangning muqimligini qo'g'daganligini muayyanlashtirgan. Saudiya Arabiston, Arab Birlashma Xalifaligi, Misr va boshqa davlatlar o'z territoriyasida yashayotgan Uyg'urlarni Xitoyning talabi bo'yicha qaytarib bergan. Yuqori obzorda bu atalmish islom allarining Xitoyning jinoyatiga sukut qilishi, hatto uningga yordam qilishining tub sababi tahlil qilingan bo'lib, birinchidan iqtisod masalasi bo'lib, Xitoy bu davlatlarning eng muhim mablag' solg'uvchisi ham neft savdosidagi eng asosli xaridori. Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi bu hamkorlikni texnik mustahkamlagan bo'lib, iqtisoddan olqib siyosiy manfaatga kengaygan. Iran, Misr, Turkiya qatorliq davlatlar Xitoyning iqtisodiga beqinib qolg'ashgan sukut qilish yo'lini tanlab olgan. Ikkinchidan Xitoyning aldamchiligi bo'lib, Xitoy bir yoqdan Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarni qiynab, masjidlarni chiqib, islom dinini Sharq Turkistondan tamoman yo'qotish harakatini davom qilayotganda, bir yoqdan biz asabiy kuchlarga, terrorchilarga zarb beryapmiz. Bu jihatda sizlar bilan o'rtoqlik egilib, musulmon davlatlarining ko'zini bo'ygan. Xitoy islom jamiyati bu tashviqotda aktiv rol o'ynagan. Natijada musulmon davlatlarning boshliqlari bu yolg'onchilikqa ishongan. Ishongandek bo'lgan yoki iqtisodiy manfaatni deb haqiqiy ahvolga ko'z yumgan. Islom allarining musulmonlarga qilinayotgan nachar muomalaga qaytargan inkoslarda g'arb davlatlari bilan Xitoyga o'xshamaydigan o'lcham qo'yayotganligini tanqid qilish bilan birga, yuqoridagi bu 53 davlatni va ularga vakillik qiladigan atalmish islom hamkorlik tashkilotini Uyg'urlarga yurgizilayotgan zulmga qarshi ovoz chiqarib, Xitoyga ta'sir ko'rsatishga chaqirgan. Xitoyning Wuhan shahrida paydo bo'lgan Xitoy virusi hozirgacha Amerikada 30 milliondan ortiq odamning yo'qolganishi va 500 mingdan ortiq odamning o'lishini keltirib chiqargan. Amerika iqtisodiy yo'qim keltirib chiqargan iqtisodning chekinishidan texnicha asli kelamagan. Yaqinda Amerikaning Mississippi va Missouri shtatlari Xitoy Kompartiyasi ustidan arz sunishni aktivlik bilan ilgari surgan. Uning ichida Mississippi shtati o'tgan yili 9-dekabrda Janubiy rayoni sud mahkamasi Xitoy Kommunistik partiyasining ko'p ministerligiga va Wuhan virus tadqiqot o'rniga qonuniy chaqiriqnoma avatgan. Amerika Fox xabarlarida Mississippi shtatining bosh taftishi Lynn Fittich yaqinda bayonot e'lon qilib, Xitoy Kompartiyasining yomon g'arazlik va xatarli harakatlari sababidan Mississippi shtatidagi oila va korxonalar iqtisodiy to'lamga erishish kerak degan. Hozir bu da'vo adliya kun tartibida ekan. Amerikaning chet ellik huquq kechirim qilish qonuni Amerikaliklarning chet el hukumatlarini arz qilishini cheklaydigan bo'lishqa, Missouri shtati Xitoy Kommunistik partiyasi ustidan arz qilish orqali bu cheklimini bekor qilishga tirishgan. Xitoy Kompartiyasi azaldan xalqaro da'voga qarshi atalmish e'tirof qilmaslik, qatnashmaslik, qabul qilmaslikdan iborat 3 ta'limot yo'q siyosatini ishlatib kelgan. Ammo xalqaro jamiyatga kuchli jamoat fikri oldida Xitoy Kompartiyasining besimi kun sari kuchaymoqda. Navbatda Angliya, Fransiya, Germaniya, Avstraliya, Kanada, Italiya, Shvetsiya, Ispaniya va Braziliya qatorliq davlatlar Xitoy virusining yuqum ahvoliga mas'ul bo'lish to'g'risida o'rtaq tunish hosil qilgan. Obzorda yana yuqumning kontrolligini yo'qotishi Xitoyda ilg'or oldin signal berish sistemasining kamchil bo'lganligi uchun emas, uningdagi asosiy sababning bo'lsa Xitoy Kommunistik partiyasining hayot qo'yilmasizlik qilish ro'yi holati va yolg'on, razillik va urush qimmat qarashida degan. Yigirma 9 aprel kuni Xitoy Kompartiyasi qo'yib bergan To'shig'i raketa Tianhe-B uzun safar yadroliq modelini olam bo'shlig'iga qo'yib bergan bo'lib, hozir 21 tonnalik yadroliq raketa bo'ligi olam bo'shlig'ida butunlay kontrolligini yo'qotgan. Raketa parchalarining yer yuziga qachon va qayerda tushib ketadiganligini mo'ljarlash mumkin bo'lmagan va butun dunyoni andishiga solgan. Amerika Davlat mudofaa ministrligi bayonotchilaridan Mike raketaning 8-mayda yer yuziga tushishining mo'ljarlanayotganligini va uning o'tish yo'li Amerika olam qatnash armiyasi tomonidan kuzatilayotganligini bildirib, raketa qoldiqlarining yer sharining zodi qayerga tushadiganligini aniq bilmaydiganliklarini ta'kidlab, raketa yer yuziga tushishga bir qancha soat qolganda ondan paraz qilib bo'ladiganligini uqtirgan. Xitoy Kompartiyasi raketasining kontrolligini yo'qotgandan keyin parchalangan bir qismining atmosferada kuyib ketganligini, 21 tonnalik raketaning ba'zi parchalarining o'ltiraq rayonlarga tushib ketishidan andish qiladiganligini bildirgan.
Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov 1-may hosil qilingan Qirg'iziston-Tojikiston urush to'xtatish kelishimidan keyin xalqiga xitob qilib, to'qinish sababidan uy makonlaridan ayrilgan 27 mingdan ortiq fuqaroni yurtiga qaytishga chaqirib, to'qinish jarayonida buzg'unchilik uchirgan va o'tqa yutilgan uylarning davlat tarafidan remont qilinganligiga va'da qilgan. Aloqador amaldorlar rayon vaziyatining kontrol ostida ekanligini bildirgan. 28 aprel kuni koloniya deb atalgan suv taqsimlash to'rini kontrol qilish sababidan yuz bergan to'qinishda ikki tarafdan 49 odam qazo qilgan, 260 dan ortiq odam yaralangan. Rayonda yashaydigan 27 mingdan ortiq Qirg'iziston fuqarosi yurt makonlarini tashlab bexatar joylarga ketgan. Ikki davlat hukumatlari 1-mayda urush to'xtatish va askarlarni o'z gazarmalariga chekindirish to'g'risida kelishim hosil qilgan. Havoning bulg'anishi sababli har yili 3 million 300 ming odam baldur o'lib ketadi ekan. Bu son AIDS va bazgak kasallik giribtor bo'lib o'lib ketganlardan 500 ming ortiq ekan. Uning ichida 75% odam havodagi mikro chang tuzandanchilarning uzoq muddat ta'sir ko'rsatishdan keltirib chiqargan sakta va yurak kasal sababidan. Qolganlari nafas yo'li kasalliklari va o'pka raki sababidan o'lgan. Bu tadqiqot natijasida ayon bo'lishicha, par bilan ta'minlash, tomoq yetish jarayonida qo'yib berilgan energiya, oila jabduqlari chiqargan chiqarindilarning baldur o'lib ketishiga qarata ta'siri intayin chong ekan. Uy muhitining bulg'anishi bilan uy sirti muhitining bulg'anishining kishilarning baldur o'lib ketishiga bo'lgan ta'sirini osonlashib farqlantirgili bo'lmaydi. Ammo uy ichi muhitining bulg'anishimi izchil turda ko'rinmas qotil deb qarilib kelyapti. Uyning havosidagi bulg'uvchi moddalar bilan uy sirti havosidagi bulg'uvchi moddalar ko'mir, motorli qatnash vositalari, sanoat chiqarindilari va laylama tuzan qatorliq 4 cho'ng bulg'imi manbasi ib kelgan nafas yo'liga kiralaydigan donchilar eshik derazalar orqali uy ichiga kiradi. Shundaqla uy ichidagi gaz holatdagi bulg'anmalar va donchi shakldagi bulg'anmalarmi sirtqa chiqib atmosferaga qo'shilib ketalaydi. Uy ichida mavjud bo'lib turgan bulg'anmalarning quyuqligi uy sirtining 7 hassidan 20 hassiga teng keladi. Оның үстіге көп қысым кішілерінің 80%-ін артық вақты өй іші өтеді. Шуңа өй іші bulg'anmalarning ziyni texmi eg'ir bo'ladi. Atmosferadagi bulg'anmalarning ichida odam badaniga ziyni eng cho'ng bo'lgani diametri 2,5 mikrometrdan kichik bo'lgan ushoq donchalar. Uy ichidagi bulg'anma moddalar, ya'ni oshxonadan chiqqan yog' bo'slar tarkibidagi aerozol, ya'ni tutaklashtirilgan eritma donchalari, keroslo, kiyim ishkobi qatorliq uy jihozlari tarkibidagi formaldegid, benzol qatorliq ximiyalik moddalar, hojatxonadan tarqalgan ammiak, gidrosulfit qatorliq sesiq gazlar hamda odam badani metabolizm jarayonida shakllangan bakteriya, zamburug' qatorliq biologik bulg'anmalarga kishilar bak diqqat qilib ketmaydi. Bularning ichida formaldegid, benzol, ammiak, radon, uchuvchan ximiyalik berikim qatorliqlar yurak, qon tomir kasalliklari va nerv sistemasi kasalliklarini keltirib chiqarib qolmasdan, yana oqqon kasali va rak kasalligini keltirib chiqarishi mumkin. Tadqiqotchilarning taklifi bo'lsa, birinchidan uyning havosini almashtirib turish kerak. Tomoq etganda cho'qim buz tortqich ishiltish, hojatxonada shamol o'tishtirish kerak. Ikkinchidan, oila jihozlari va bezak materiallarni sotib olganda muhit asraydigan yeshil mahsulotlarni tanlash. Narxini to'valtishni qo'g'lishib, o'riya formaldegidlik daraxt yelimi orqali pishiqlangan taqtaylarni sotib olmaslik kerak. Uchinchidan, sirtqa chiqishga to'g'ri kelsa, bulg'anish eg'ir bo'lgan qatnash tugallari, shahar g'o'l yo'llari, zavod va bulg'anmani ko'p qo'yib beradigan ommaviy so'rovlardan yiroq turish kerak. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.